Assalomu alaykum. Bizda yangi model Alfa 3 modeli qora Crazy Horse matoviy ko'chadan ishlatdik. Bizda Alfa 2 ham bo'lgan. Bu Alfa 3i qop-qora ham yo'g'i, tashqaridan umuman shoflar ko'rinmaydi. Juda ham oddiy, sodda qilib ishlangan. Ko'rib turganingizdek. O'lchamlari 10.5 ga 7.5. Yonboshdan ko'rinishi. İçini ochamiz. İçini ochganda mana ichi magnetlik va kartalar uchun 4 ta slot, pulga joyi bor. Bir dona soldim. Ko'rib turganlaridek kartalarni ozgina bir-biridan ajratib turadi. Pastbarat qilib olishga ham qulay. Va pullar uchun joy. Ichiga bemalol 40 ta, 45 ta, 50 tagacha pul sig'adi. Yopadi, o'zi magnet ushlab qoladi. Juda ham chiroyli, ixcham. Mana kaftimni ko'rsatay. O'lchamlarni taxminan. Matoviy koja. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa boshqa ranglarni ham qilib qo'yib boramiz profilga.